Nima deb o'ylaysiz? Ushbu ikkala qurilish mahsulotlarining nomlarida qanday farqlar mavjud? Bir qarashda farqlash qiyin. Albatta, bu holatdachi ko'rib turganingizdek, ikkala tovar belgisi bir-biriga fonetik jihatdan, ya'ni eshitilishi o'xshash. Eramax, Zeramax. Bu holatda Eramax tovar belgisi birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasiga fuqarolik muomalasiga kiritilgan va tadbirkorlik subyekti tomonidan yillar davomida mehnati natijasida o'zini mijozlariga ega bo'lgan. Ammo ko'rib turganingizdek, nohalol tadbirkor tomonidan uni bitta harfi o'zgartirilib, Zeramax shaklda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazib olyapti, ya'ni patentlab olyapti va bozorda ushbu original tovar belgisini mijozlarni yo'ldan o'rib, sifati boshqasi bo'yicha yo'ldan o'rib, uni mijozlarni egallashga harakat qilyapti. Bugungi kunda bizning tashabbusimiz bilan ushbu tovar belgisi sudga berilib, noqonuniy patentlanganligi isbotlandi va Adliya vazirligidan guvohnomasi bekor qilindi. Hurmatli tadbirkorlar, sizda ham shunday holatlar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizning huquqlaringizni tiklab berishga doim tayyormiz.